Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Həmmənlərinin məş vaxtı xeyirlik bolsun. Bir neçə gün burun Serbiyanın prezidenti Aleksandrның mındaq bir sözü bütün dünya mətbuatlarının diqqətini özgə tatdı. Biz koronavirusu qarşı qılıbatqan görüşümüzdə Avropa İttifaqıdan tələb qılıb rədd qılınğan yardımni bugün şərqdəki dostumuz olan Xitaydan tapşırıb aldıq və onlarga biz çəksiz minnətdarımız degan söz bo'ldi va bu sözning arkasida dünya matbuotlarida tövəndikidek savollar munozara qo'zg'ashga başladı. Masalan, Avropa İttifaqı o'zining funksiyasini yo'qotdimi va bu virusga qarshi javob berishda, chora tadbir olishda ojizlik qilyapti va Avropa İttifaqıning cho'kishi boshlandimi? Shuning bilan birlikda diktator hokimiyatlarninki demokratik davlatlardan acaba rostlanib afzalmi? Anandan keyin bu koronavirusi orqada kelib chiqadigan yangi bir dunyo sistemasi bo'lishi mumkin. Xitoy bu sisteminingki yetakchisi bo'lamdi degandek. Endi virus Xitoyning Wuhan shahridan boshlab tarqalgandan keyin dunyoning nurg'unlagan rayonlariga, davlatlarga har xil shaklda kirdi va nihoyat og'ir talafotga uchratdi. Avropa İttifaqı bunun eng og'ir ziyonga uchragan rayonlarning birisi 300 mingdan ortiq fuqarosi bu virusdan yuqumlandı ve 20 mingdan ortiq Avropa İttifaqının fuqarosi hayotidan bu sabab bilan ayrildi. Nurg'unlagan davlatlar bu virusni Xitoyninki asli uchurini bu vaziyatninki haqiqatan xatarlikligini aytmoqlik sababdan va Xitoy bilan bo'lgan tijoratni to'xtatmoqlik sababdan bundaq bir og'ir bedellarni to'lashga majbur bo'ldi. Avropa İttifaqı albatta davlat alqıgan bir tashkiliy organ bo'lg'ashqa bularninki o'rta qaror elishi normaldagi davlat parlamentlarının qaror elishi qaraganda biroz farqliq va jarayoni biroz uzun ketadigan bo'lg'ashqa bu narsaga vaqtida javob chora tadbir va qonun va iqtisod ajratilmadi, ammo yaqinki kunlarning chiqqan Avropa İttifaqıdan chiqqan qarornomalarga qonunlar qarasak tibbiy bu koronavirusga qarshi tibbiy materiallarni, dorilarni setib olishda Avropa İttifaqının nurg'unlagan pullarni ajratganligi, andan keyin bu koronavirusga qarshi tadqiqot dori tadqiqot nimasiga bu sohaga Avropa İttifaqının va Avropadagi fondining nurg'unlagan pul ajratilganligi va Avropa bankasininki, Avropa Sentral bankasininki, Avropadagi bu iqtisodiy ziyonga uchragan davlatlarninki shirkatlarninki iqtisodni jonlantirish uchun nurg'unlagan qarz berishga tayyor ekanligi bu xabarlarni anglatamiz. Demak, Avropa İttifaqı o'zining funksiyasini yo'qotmasdan garchi osti bo'lsa-mu o'zining funksiyasini ishlab kelmoqda va bu qandaqki Xitoyning matbuotlari deyotgandek diktator hokimiyat demokratik davlatlar qaragan chog'da bunday krizislarga javob berishga yaxshiroq degan sapsatisiga berilgan eng yaxshi bir javob deb qaraymiz. Bunun natijasida kelgusidagi Xitoy va Avropa İttifaqınınki munosabatlari qanday bo'ldi degan chog'da nurg'unlagan g'arbdagi siyosatchilar, akademiklar va siyosiy analizchilarning qo'yayotgan fikrlar bo'lsa, Xitoy bu ishninki bu virusninki asli taqatqıcı sababchi davlati bo'lish sifati bilan buningki badalini to'lash kerak, chunki Xitoy masalaninki asli mohiyatini dunyo bilan o'rtoqlashmadi va bu kasallik tarixini davlatlarla o'rtoqlashmadi. Bu sababdan bu nurg'unlagan davlatlar nurg'un og'ir talafotlarga uchirdi deb mashaq munozaralar bo'lyapti. Demak, aslidamki Avropa va Xitoy munosabatlarda Avropa İttifaqı Xitoyni strategiyalik raqobatchidan raqobatchi degan nimaga ko'rayotgan edi. Bundan keyingi Xitoy va Avropa İttifaqının munosabati kishilar degandek Xitoy Avropa İttifaqini yeb ketib dunyoning hokimdor bo'lish nimasiga yo'linishiga emas, aksincha Avropa İttifaqı bundan keyingi Xitoyga bo'lgan yangi pozitsiyasida, yangi strategiyasida biroz qattiqroq liniyani tanlab Xitoyni bo'lib bu koronavirus sababli tufaylidan bir javobgarlikqa tortishninki ba'zi shakllarni ko'ryapmiz, ammo buningki oxirgi natijasi qanday bo'ldi? Hammamiz birlikda o'rtaq ko'ramiz. Hammalarga rahmat.